mana shu indusementdan narx pastga qarab o'tib ketsa, bir xilga shu yerda MSS deb oladi. No, buni MSS deb olmaysizlar sizlar. Chunki ko'pchilik bu yerda selga trend o'zgardi deydi, maytdan order block yoki FVG topib, shu yerdan chiqqanida selga harakat qilib ko'radi. No, bunaqa bo'lmaydi. Nega? Hammaga salom bo'lib, bugungi darsimiz order block. Order blockga 0 dan 100 gacha tushuntiraman hozir. Yaxshilab e'tiborli bo'lishingiz kerak. Birinchi bo'lib trendni aniqlashimiz kerak. Trend bizda buy trend, to'g'rimi? Buy trend. Order blockning mazmuni shamlarning ko'rinishida yoki u bu narsasida emas. Muhimi korreksiya bo'lsa bo'ldi. O'shani общий order block deb olsanglar bo'ladi. Masalan, strukturada impuls, korreksiya. Impuls, korreksiya, to'g'rimi? Xuddi mana shu narsaning korreksiyasi bor, eng tepa uchi va eng pasti. Mana bunday qilib belgilasanglar, eng tepa, eng pasti. Xuddi shu narsa korreksiyani общий olishinglar order blockga kirib ketadi hammasi. Keyin korreksiya bo'lib yana qaytib kelib shu order blockga kiradi. Narx xuddi shu joydan yana tepaga qarab chiqib ketadi. Keyin xuddi shu joyga bizning zonamizga kelguncha ham обязательно korreksiya bo'ladi, to'g'rimi? Mana joyda. Shu joy yana bitta korreksiya bo'lib qoladi. Keyin xuddi shu narsani yana tepa va eng pastni olasizlar va bu yana bitta order block bo'ladi. Order block qachon bo'ladi? Masalan, impuls chiqdi, korreksiya boshlandi, tushib kelyapti. Masalan, shu tochkada turibdi deylik. Shu tochkada turgan bo'lsa, eng chiqqan joyi bor, mana impulsni tugashi va korreksiyaning boshlanishi. Mana shu tepasini bunday liniya bilan tekis qilib chizib qo'yamiz. O'sha joydan narx qachonki o'tib ketsa, yorib tanasi bilan общий o'tib ketsa, keyin xuddi shu korreksiya hisoblanadi. O'shani keyin общий qilib order block deb olsanglar bo'ladi. Xuddi shu narsa takror bo'lib ketaveradi. Masalan, mana korreksiya maytda bor, eng tepa uchi qayerda, bu yoqda, eng low qayerda, bu yoqda. Narx yana keladi, xuddi shu joydan mayda time frame da tasdiq topasizlar va yana bayga ketdik. Sell trendda ham xuddi shu narsa bo'ladi, faqat buni teskarisi bo'ladi. Sellda impuls seldagi shamlar bo'ladi, korreksiya bayga harakat bo'ladi. O'zi korreksiya nima? Masalan, trendga qarshi yurishga harakat qilib ko'rish. Baribir, lekin ko'pincha trend o'z kuchini ko'rsatadi. Impulsni bo'lib selga ketib qoladi. Sell trendda bo'lsa, bayga bo'lsa, impulslar faqat bayga bo'ladi. Selga yurishi qiynalib korreksiya hisoblanadi. Keyin mana korreksiya, mana impuls. Korreksiya, impuls. Xuddi shu hamma korreksiyani bunday tepa va low'ini olasizlar, общий zona qilib, shuni o'zi order block bo'lib ketadi. Endi buni shamlarga ko'rinishga ko'chirsak, sham ko'rinishidan avval bu yerda ikkita order block turibdi, to'g'rimi? Mana yerga yozib qo'yganman, order block X ili order block kichikga qiladi. Nega? Order block, masalan, narx bu yerda turibdi. Hozir xuddi shu tochkada turgan bo'lsa, o'ziga eng yaqin birinchi order block qaysi? Bu, to'g'rimi? Eng yaqin birinchi order block shu. Xuddi shu eng yaqinni olib tashlaysizlar. Bo'ldi, bu order block emas deb olasizlar. Nega? Uni pastida inducement turgan bo'ladi, chunki inducement nima? Inducement qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Короче, selga bo'lgan tasdiq bor-ku, MSS. Mana shu inducementdan narx pastga qarab o'tib ketsa, bir xilga shu yerda MSS deb oladi. No, buni MSS deb olmaysizlar sizlar. Chunki ko'pchilik bu yerda selga trend o'zgardi deydi, maytdan order block yoki FVG topib, shu yerdan chiqqanida selga harakat qilib ko'radi. No, bunaqa bo'lmaydi. Nega? Hozir tozalab olaman. Chunki selga MSS bo'lganidan keyin bu MSS emas aslida. Soxta MSS desalar ham bo'ladi, fake MSS. Bu prosta stop tozalash. O'sha oxirgi order blockdagi stop losslari tozalash. Uni pastdagi top-toza order block mana turibdi, ko'ryapsizlar? To'g'ri. Xuddi shuni foydalanishimiz kerak. Birinchisi emas, ikkinchisidan yoki 3-chi, 4-chisidan. Qolgani u chartga qarab, analiz qilganlarga qarab ishlatib ketaverasizlar. Muhimi o'zingizga eng yaqin order blockga X olib tashlaysizlar. Chunki uni tagida liquidness turgan bo'ladi. Uni yechadi va order blockga keladi, ikkita tasdiq bo'ladi. Birinchisi liquid yechilishi, ikkinchisi order block bay ko'tarib berishi. Ili hammasi birga bo'lib, yana dalishi bayga chiqib ketadi. Endi xuddi shu narsa sham ko'rinishida qanaqa bo'ladi? Sham ko'rinishida qizil sham bormi demak, o'tda korreksiya bor. Shuni bilib olinglar. Ili bu yerda yana bitta qonun qoidasi bor. O'zidan avvalgi shamni minimumini yechgan bo'lish kerak. Mana masalan, yashil shamlar buy trendda impuls, to'g'rimi? Impuls bilan narx ketyapti. Keyin bitta mana sham ochildi, 4-sham
ochildi, keyin tepasini yechmadi, o'zidan avvalgi shamni tepasini yechmadi, tushib turib eng low'ini yechdi, to'g'rimi? Masalan, bularga qaraydigan bo'lsak, tepasi va pastni oladigan bo'lsak, faqat tepasini yechgan. Buni ham tepasi bilan pastni oladigan bo'lsak, tepasini yechgan, pastini yechmagan. Umuman o'zidan avvalgi shamni pastni yechish bo'lmayapti bozorda. Qachonki qaysidir sham kelib o'zidan avvalgi shamni low'ini eng pastki joyidan o'tib ketadi, demak, u yerda bilasizlar, korreksiya bor. Mana qizil sham pastki tarafini yechdi, o'zidan avvalgi sham pastni yechganidan keyin sizlar maksimumni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Shu ikkita sham bor, yashil yoki qizil. O'sha ikkita shamdan qaysi birining soyasi teparoqda, o'shanisini uchini baysayt deb olib qo'yasizlar. Xohlasanglar boss deb yozib qo'ysanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. O'sha liniya qilib tekis qilib tortib qo'yasizlar. Keyin narx qachonki tushadi, xuddi o'sha liniya tortib qo'ydik-ku tepasiga. Narx o'sha yerdan o'tib ketganidan keyin xuddi shu boyagi tushuntirganimdek korreksiya hosil bo'lgan bo'ladi. Masalan, impuls, korreksiya, impuls bo'lgan bo'ladi. Biz eng tepasidan o'tib ketdimi narx, demak bu bizda korreksiya. Buni общий qilib olsanglar ham bo'ladi. Hozir tozalab olib tushuntiraman. Mana. Mana. Xohlasanglar tanasidan olasizlar, xohlasanglar soyasidan. ICT da tanasidan olamiz biz. SMC da общий soyasi bilan olsak ham bo'ladi. Bu unchalik ham muhim narsa emas lekin. Chunki masalan men o'ylayman, H1 da time frame da turgan bo'lsa, soyasidan oladigan bo'lsak, M1 ga o'tkazsak, xuddi o'sha soyada M1 time frame'dagi tana bo'ladi, обязательно. H1 da chunki pastroqda bo'ladi. Endi o'zingizlarga qarab. Xohlasanglar tanasidan olasizlar. Tanasidan olishni hozir jichcha kengroq tushuntiraman. Boyaga yana aytgan narsam, o'zimizga narx mana maytda turibdi deylik. Narx shu yerda turibdi. O'zimizga eng yaqin birinchi order blok qaysi? Bunisi, to'g'rimi? Bunisi ikkinchisi shu, ancha orqada qolib ketdi. Eng oxirgisi shu. Xuddi shu narsani pastini investment deb olamiz. Bo'ldi. Bu order blok emas uje. Buni sekin bundan o'chirib, prosta pastida liquidness joylashgan bo'ladi buni. Narx shuni keladi, yechadi, stop losslar yechadi, o'sha liquidness yechiladi va order blokka keladi, tegadi, keyin narx yana ketdi tepaga qarab. Biz chalib qolmashimiz kerak. Birinchi order blok pastni yechganidan keyin, bitta order blokim ishlamadi, selga MSS bo'ldi, tasdiq berdi, mana sell trendga o'zgardik deyish kerak emas. Umuman bitta MSS bilan общий trendni o'zgartib ketishi ancha qiyin narsa. Kamida 2-3 tomonga korreksiyalar bo'lib ketganidan keyin aytsanglar mayli arziydi. Bitta MSS bo'lib qoldi degani bu selga trendimiz o'zgardi degani emas. Bu prosta investment yechadi, stop losslar yechadi, ketadi. Chunki ketma-ket bozor har bitta order blok ishlatib sirasi osmonga uchib ketaversa ham bo'lmaydi-ku, bo'lmasa vashshe oson bo'lib qoladi. O'shaning uchun jichcha chalg'itganiga ishonmaysizlar, ishonib qolmanglar. Xo'p, order blokka tanasidan yaxshilab tortishi, masalan, aniq tortishi o'rgataman hozir. Boyaga aytganim, o'zidan avvalgi shamlari low'ini yechishi. Masalan, bu shamdan oladigan bo'lsak, high va low'ini tepasini yechibdi, o'zidan mana yashil sham ochilgan, mana yerda sirasi chiqib tepasini yechibdi. O'zidan avvalgi shamni low'ini yechmagan, low'u mana top-toza turibdi. Endi xuddi shu yashil sham tepasi va eng pastini tortamiz. Narx bu joyda ochilib, birinchi tepasini yechgan, tepasini yechadimi, yechmaydimi, unisini vashshi farqi yo'q. Bizga baytini teki tepganda selga o'tishi muhim. Bizda korreksiyani ko'rishimiz muhim. Narx bu yerda ochilib, birinchi tepasini yechdi, mayli. Keyin narx kelib, o'zidan avvalgi shamni pastki tomonni ham yechdi. Tepasini ham, pastini ham bitta shamni o'zida yechishga ulgurdi. Xolasa faqat pastni yechsa, tepasini yechish muhim emas. Farqi yo'q, qaysi bir uzun bo'lsa, o'shanisidan olib ko'ramiz, baysat qilib. Pastni yechgandan keyin sizlar bildinglarki, bu yerda korreksiya bo'lyapti. Chunki o'zidan avvalgi shamni low'ini yechdi va korreksiya bor. Keyin narx masalan, bu yerda FVG turibdi degan mana. FVG ga kirgan, o'zidan avvalgi shamni yechib turib, dalish yana bayga chiqib ketgan. Biz bu korreksiyaligini tugaganini qayerdan bilamiz? Boyagi o'zidan avvalgi shamni yechganda ikkita sham bo'ladi-yu, обязательно eng tepadagi ikkita sham. O'shani qaysi biri uzun bo'lsa, o'shanisini olasizlar. Masalan, bu yoqda qizil uzun ekan. Qizil shamni eng tepa soyasi uzunroq ekan. Ko'kkiki uzun bo'lganda, bunaqa bo'lganda ko'kkikini olardik. Yashil shamni olardik. Qaysi biri uzun bo'lsa, o'shanisini olaverasizlar. Keyin narx qachonki o'sha chizib qo'ygan liniyamizdan tanasi bilan o'tib ketsa, o'tib ketishi kifoya qilmaydi. Tanasi bilan yopilish kerak. Tepada yopilish kerak. Yopilganidan keyin bu ko'zimizga
liniyali chartda mana bunaqa bo'lib ko'rinadi. Mana shunaqa tarzda ko'rinadi, lekin bu yerda shamli ravishda ko'rinyapti. Shu moment bizda общий qilib olamiz xolasak, eng tepasi va eng pastini. Korreksiyani nima boshlanishi va korreksiyani tugashi. Bunday qilib olamiz, narx tepaga chiqib, keyin yana qaytib, yana dal shu bayga ketadi. Yoki unaqa qilmasanglar, общий olmayman, xunuklashib ketadi desanglar, tanasidan olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men ko'pincha saltagam 95% vaziyatda faqat tanasidan olaman. Masalan, bu yerda ham bitta narsasi bor. Ko'pchilik hozir bu yoqda mana tozarog'i bor. Bir xilgilari bilaman, order blokka eng pastdagi shamdan oladi. Masalan, korreksiya bu ikkita sham korreksiya bo'lgan, to'g'rimi? Bir xil oladi, eng tagidagi sham. Yo'q, eng tagidagi shamni olish kerak degan narsa yo'q. Buni M1 ga o'tkazsanglar, vobshe bunday narsa bo'lib ketadi. Maydalashga time frame maydalashtirsanglar, kichkinalashib ketaveradi. U vobshe bir pipslik kelib ketishga majbur emas bozor. Ancha teparoqdan ham ketaveradi. Muhimi bu yerda kerakli narsa korreksiya. Korreksiya qayerda boshlanib, qayerda tugagan. Korreksiyaning boshlangan joyi bu. Mana shuncha vaqt bayga keldik. Xuddi shu moment joyidan selga tushib boshladi mana bozor. Ikkita qizil sham bo'lib tushdi. Keyin eng tushgan joyi qayerda? Bu eng tushgan joyini qayerdan bilasizlar? Qachonki tepasidan o'tib ketsa, mana eng tepasi borib, shundan o'tib ketsa, mana shu korreksiya ko'zingizga ko'rinadi. Eng tepasi va eng pastini belgilaysizlar, o'shani общий коробка qilib olasizlar yoki tanasi bilan olaman desanglar, eng tepadagi qizil sham bor. Mana masalan, ikkita qizil sham bor ekan. Bu degani ikkita shamda korreksiya ko'rsatilgan H1 time frame'da. Xohlagan time frame'larda farq yo'q. Muhimi qizil sham bo'lishi kerak. Qizil shamni eng tepa tomonini, tanasini tepa tomonini общий bitta liniya qilib, mana bunda bunga o'xshatib tortib qo'yasizlar. Nega eng tepasidagidan olamiz? Bunisidan emas. Masalan, bu ham qizil sham, ne buni tepa tarafini olmayapmiz desanglar, narx xuddi shu joydan tepaga o'tib ketganidan keyin birinchi keladigan joy qayerda? Eng tepasidagi mana qizil shamlari eng tepasidagi shamga birinchi to'g'anoq keladi, to'g'rimi? Shu yerga kelgandan keyin narx shu yerda o'zidan ketib borishi ham mumkin. Sizlar qanchalik eng oxirdagi shamni, eng pastdagi mana shamni oladigan bo'lsangiz, narx chuqurroq kirib ketishiga to'g'ri keladi. Ko'pincha vaziyatda eng tagidagi shamga tushib o'tirmaydi. Sirazi narxga o'sha korreksiyani eng boshlangan joyiga tegadi, ketib boradi. O'shaning uchun eng tepadagi qizil shamni olasizlar. Sell trendda bo'lsa, shuni teskarisi. Sell trendda hozir uni chizmagan ekanman. Sell trendda korreksiya yashil shamlar hisoblanadi, to'g'rimi? Selldagi shamlar impuls bo'lib tushadi. Mana selldagi shamlar impuls bo'lib tushadi. Bayga ikkita yashil sham bo'lib chiqdi mana masalan deylik. Ikkita yashil sham. Keyin dal yana qizil sham bo'lib ketdi. Shunaqa vaqt ikkita yashil sham bor, o'shalar korreksiya. Bayga harakat qilib ko'rgan joy, o'shani yashil shamni pastki tomonini olasizlar. Bu yerga o'rgatgan narsamni 100% teskarisini bu sell trendda qilasizlar. Chunki buy trendda boshqacha, sell trendda o'shani teskarisi bo'ladi. Masalan, bu yerda order blok qizil sham bo'lsa, sellda bo'lsa yashil sham bo'ladi. Chunki qizil shamlar impuls hisoblanadi sellda. Endi yana bitta narsa bor. Hop. Chicha to'g'rilab olaman. Mana. Bu burchakka, tepadagi burchakka qaraydigan bo'lsanglar, H1 time frame deb yozib qo'yganman. Impuls ili korreksiya, impuls, korreksiya, to'g'rimi? Bu yerda faqat bitta chiziqli ko'rsatilyapti. Masalan, unda chartga o'tkazadigan bo'lsanglar, faqat yashil sham, faqat qizil, faqat yashil, faqat qizil bo'ladi. Shuni men chizmali qilib qo'yganman. Xo'p, buni M5 time frame ga o'tkazadigan bo'lsak, M5 time frame ga o'sha bu yerda shamlar soni ko'paygan nisbatiga o'sha jichcha chartdan boshqacharoq ko'rinadi ko'zingizga. Ana shamlar soni ko'payib ketadi anchagina. O'shanaqa vaqt, masalan, bu bilan chizib ko'rsataman. Xuddi shu joy bor-ku, masalan, impuls, buy trenddagi impuls. Xuddi shu moment bizda qaysi? Mana bu impuls. Shuni order blogini olasizlar. M5 time frame da o'sha orasidagi kichkina selga tushgan shamlar order blok hisoblanadi. Eng oxirdagi shamni, to'g'ri, eng oxirdagi korreksiyani olib tashlaysizlar. Chunki u boya aytdim, inducement ikkinchisidan foydalanasizlar. Narx yana dal shu bayga qarab chiqib ketaveradi. Xuddi shu narsa ketma-ket bo'lib ketaveradi. O'zingizga eng yaqin order blokni atmay qilib tashlaysizlar, undan pastrog'idagisidan foydalanasizlar. Hop.
Endi real bozorda qarab ko'rsak, order bloklari. Chunki baribir real chatda ko'rsanglar, ancha ko'zingizga ancha osonroq bo'ladi. Order blok o'ta ham ko'p bo'ladi, chunki bozorda faqat ikkita yo'nalish bor. Bayga yurish bor, selga yurish bor. Bayga yurish bor, selga yurish bor. Demak, bayga yurayotgan moment orada baribir jichcha selga yurish bo'ladi-yu, bunga o'xshagan. O'sha narsa order blok bo'lib ketaveradi. O'shaning uchun bozorda o'ta ham ko'p order blok. Har bitta korreksiya, har bitta impuls o'sha order blokka aylanib ketadi. Chunki boya aytdim, gap shamlar ko'rinishida emas, korreksiyada. Masalan, impuls narx ketyapti, orada bitta korreksiya bo'ldi. O'sha korreksiya order blok bo'lib ketadi. Xo'p, narx bu joyda turibdi deylik. Shuni yaqinlashtiramiz. Yaqinlashtirganimizdan keyin bizga eng oxirgi order blok kerak bo'ladi. Eng oxirgi order blok qanaqa qilib paydo bo'lardi? O'zidan avvalgi shamni lowini yetsa, Bytrendda tushuntirib beryapman hozir. Lowini yetsa order blok bo'lardi. Bu yerda mana oq shamni qaranglar. Masalan, mana tepa va lowini oldim, high va lowini. Tepasini yechdi, pastini yechmadi. Bundan keyingi shamni o'zi bitta mana qora shamni ichida ikkita qora sham qolib ketyapti-yu, bo'ldi. Bu ikkita qora shamni inobatga olmaysizlar. O'sha eng kattasini inobatga olasizlar. Mana. Buni ham chizdik. Buni tepasini olibdi, baribir lowini olyapti. Bundan keyingi ikkita sham ham bitta mana oq shamni ichida qolib ketibdi. Demak, o'zi buni ham olmaysizlar. Keyin xuddi mana oq shamni tepa va pasti, tepasini olgan, pastini olmagan. Keyin bitta mana oq sham. Bu oqshamni tepasi va pastini oldik. Narx tepasini ham pastini ham yechgan, to'g'rimi? Shuncha vaqt pastini yechmasdan kelib, ayni shu oqshamni pastini yechibdi o'zidan keyingi sham. Demak, bu yerda korreksiya bor. Xuddi mana qora sham bor, xuddi shu korreksiya hisoblanadi. Bu linealikda mana qilib ko'rinadi. Bundoq bo'lgan bo'ladi. Mana. Xuddi shu narsa linealikda bunaqa ko'rinadi. Xohlasanglar, mana linealikka ham olib o'tkazaman. Hozir linealik chartga mana ko'rdinglar, mana impuls, korreksiya, impuls. Tanalikka o'tkazsak, mana impuls, korreksiya, impuls. Soyalikda, soyalik deb linealikda faqat tanasini ko'rsatadi, soyalar tushgan joyni ko'rsatmaydi. O'shaning uchun razmeri kichikroq bo'lib qoldi. Xo'p, bildik. Order blokka qattaligini bilib oldik. Eng tushgan joyi qat korreksiyani. Linealikda bu joy, to'g'rimi? Demak, shamga o'tkazsak, eng soyasini pasti bo'ladi. Mana eng soyasini tushgan joy pasti bu joy. Xuddi shu lowni linealik qilib chizib qo'yamiz. Hozir bu yerda misol jichcha qiyinroq bo'lib qoldi. Agar order blokni birinchi marta o'rganayotgan bo'lsangiz, jichcha qiyinroq bo'lib qoladi. Hozir undan ham yaxshiroq misollar ko'rsatib beraman. Xo'p, narx shu joydan o'tib ketdi. Demak, bu order blok ko'tarib berish kerak. Narx bundan kelish kerak edi, yana dalish tepaga chiqib ketish kerak edi. Yo'q, unaqa bo'lmadi, lekin pastni yechib qo'ydi. Demak, bu order blok ishlamadi va bu joyda narx buzilib o'tib ketdi selga. Ko'pchilik bu joyda sell trendga o'zgardik deydi-da, mana yerdan order blokka oladida selga kiradi. Selga kiradi, to'g'rimi? Selga kirgandan keyin mayli, normalniy selga yurib bergan. No, trend o'zgardi degani emas bu. Chunki bizda mana общий oladigan bo'lsak, mana qaranglar. Ancha ko'p punkt ko'p. O'shanaqa vaqt jichcha kelib turib, bunda sraz ketib yormaydi. Bo'lmasa to'xtamasdan bayga yurib ketaveradi. Bu vaqt aytishinglar mumkin, mana ishlabdi-ku, nega aldayapsan deyishinglar mumkin. 5-6 darsdan keyin premium discount degan narsani chiqazaman. O'shani tushuntirganimdan keyin tushunib yetasizlar. Bunaqa demoqchi bo'lgan ekan deysizlar. Narx keldi, ili dalish yana ketdi. Trend o'zgarmadi. Trend dalish mana yana bayda. Umuman bitta MSS deb trendni o'zgartirib olish xato. Hop, hozircha tozalab olsam, keyin mana inducement yechildi, to'g'rimi? Inducement yechilganidan keyin bizga order blok kerak. Order blok ko'p, mana bitta. Mana bitta. Ko'zingizga ko'rinib turibdi, qora sham bo'lgan, o'sha qora shamlar atrofida o'zidan avvalgi shamni lowini yechgan shamlar bor mana. Maytda bitta bor, bu yerda ham обязательно selga yurish qo'yaptim, demak, pastni yechishga majburda. Pastni yechmadim, demak, u selga yurishmas. Bunisida bor, mana bu ham bor. Общий bunisini oladigan bo'lsak, mana yerda ham bor. Mana. Xo'p. Yaqinlashtirib ko'rsataman.
Chunki shamlari, soyalari bilan tushunishinglar kerakda. Uzoqdan bo'lsa tushunishinglar qiyin bo'ladi. Impuls bo'lib chiqdi narx, to'g'rimi? Oqshom menda o'sha sizlarda yashil bo'lishi mumkin. Menda oq ko'tariluvchi sham. O'zidan avvalgi shamni yecholmadi, tepasini ham pastini ham yecholmadi. Demak, o'sha yecholmay qolgan sham bor, yechilmay qolib ketgan sham. Xuddi shuni olasizlar. Buni ichidagi kichkinani olmaysizlar, chunki buni ichida qolib ketyapti. Demak, u sham kuchi yo'q deb hisoblab o'rasizlar. Uni teparoqda, tepasini ham pastini ham yechilmadim. Demak, hali ham kuch unda. O'sha shamni chizganinglar qoladi. Uni pastni yechdi. Вот. Biz ko'rdik, endi korreksiya bor ekan. Narx qatdan, balki shu yerdan sirasi ketib qolishi mumkin edi. Uni farqi muhimi pastni yechdim bo'ldi. Demak, korreksiya bor. Keyin narx yechdi, tushibdi-da ancha pastga. Keyin biz eng tepasini belgilab qo'ydik, masalan, yechgan sham bor. Mana qora sham ili bu oq sham. Eng tepadagi shamlar ikkitasi shu. Mana shu ikkitasidan qaysi birining soyasi eng tepada? Oq shamning soyasi tepada. O'shani liniya qilib tortib qo'yasizlar. Narx selga tushib, korreksiyani berib, korreksiya qachondir tugaydi-yu, tugagandan keyin bayga yana ko'tarilib, xuddi shu liniyamizdan o'tib ketib, tanasi tepada yopiladi mana. Tepada yopilgan. Keyin bu bundoq ish bo'lib qolgan, to'g'rimi? Mana impuls chiqdi, korreksiya bo'lib tushdi, yana impulsli bo'lib chiqib ketdi. Liniyalikda bunaqa ko'rinadi. Keyin shuni общий qilib nima korreksiyani eng tepasi va eng pastidan, soyasini ham pastidan o'shanisini olib qo'yasizlar bundoq qilib. Order blok qilib. Keyin narx shotga keladi. Narx shotdan reaksiya oladi va jichiyani yuradi. Xuddi shu narsalar yana takrorlanib ketadi. Mana o'zidan avvalgi shamni lowni yechdi, yana ko'tarildi. Keyin bu order blok. Keyin mana sira zamonida qora sham kiritdi, yana dalish kesibdi. Xuddi shu sistema qayta takrorlanaveradi. Endi tanasidan olaman desanglar, o'sha oson. Eng tepadagi tana qaysi? Qora shamdagilarni eng tepasidagi qaysi mana? Bu kichkina, to'g'rimi? O'shani tepasini, tanasini tepasini liniyali qilib tortib qo'yasizlar. Order blok qilib. Keyin mana tegdi va ketdi. Hop, yana bir ikkita misol ko'rsatadigan bo'lsam, mana order blogimizdan tegib yuribdi, yana impulsli bo'lib, bayga yuribdi, 3 ta sham bo'lib. Keyin mana oxirgi sham. Tepa va pasti. To'g'rimi? Tepa va pasti. Buni qatini yechgan, pastini yechganmi? Yo'q. Mana yerdagi 5-6 ta shamlar bor bular. Bu bitta shamning ichida qolib ketyapti. O'shaning uchun buni inobatga olmaymiz. Mana yerda yechibdi tepasini. Вот, yechganidan keyin xuddi shu shamni tepa va pastni olamiz. Buni xuddi shu oq shamni ham pastni yechmadi. Demak, hali korreksiya bo'lmadi. Keyin qora sham mana qora shammi, lekin pastni yechgan. Masalan, oq sham ochilganda pastni yechib, keyin yana dalish tepaga ketgan. Pastni yechdimi bo'ldi. Bu yerda sizlar bildinglar, korreksiya bor. Bularni o'chirib turaman endi. Hop. Mana o'zidan avvalgi shamni pastiga o'tib ketibdi, buy trendda o'tdi va biz eng tepasini belgilab qo'yishimiz kerak edi. Ikkita sham, eng tepadagi shamlar ikkitani tepa tarafini olamiz. Narx shu yerdan o'tib ketadi, keyin xuddi shu joy korreksiya bo'lib qoladi. Eng tepasi va eng pastni yana olamiz. Korobka qilib, xolasanglar, eng tepasidagi tanani olsanglar ham bo'ladi. Mana. Narx tepaga chiqdi va yana qaytib keldi. Xuddi shu joydan yana dalish yana bayga qarab chiqib ketaverdik. Xuddi shu narsa takror bo'lib ketaveryapti, ko'ryapsizlar? Qora sham bo'lib tushgan, narx o'shandan teparoqqa o'tib ketganda yana shu qora shamni razmeri o'sha narxiga kelib, keyin yana dalish bayga chiqib ketgan. Keyin ko'proq tushish bo'lgan. Bu masalan H1 da ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Hozir o'chirib bitta impuls, korreksiya. Impuls, korreksiya, impuls. Xuddi shu narsa H1 da ancha ko'p ko'rinyapti-yu, shamlar soni ko'p, masalan, bir ikkita order blokda ishlamayapti, mana pastga ko'p oqib ketdi deysizlar-ku. Bu narsani H4 ga o'tkazsanglar, bu ham xuddi boyaga o'rgatganimdek order blok bo'ladi. Masalan, korreksiya bu, to'g'rimi? Mana bu. Xuddi shu narsani chartga bundoq o'tkazsak, bu ham korreksiya, to'g'rimi? Masalan, buy trendga ketyapti. H4 da tasavvur qilib ko'ringlar-da, bu yerda shamlar soni ancha kamayib ketadi. Bu yerda 20 ta sham bo'lgan bo'lsa, u yerda bir 10 tachami, bir ancha kamroq bo'ladi. O'sha
korreksiya hisoblanadi. Bu yerda ham korreksiya, keyin narx tepasiga o'tib ketdi. Korreksiyaning eng tepasidan o'tib ketdi. Narx yana qaytib keldi. Xuddi shu korreksiya bo'lgan zonaga korobka qilib olib qo'ygansizlar-ku bundoq qilib. Xuddi shu ichiga kirdi mana, keyin yana xuddi shu joyda kirdi, keyin yana dalshibayga qarab ketdik. Xo'p, order blok shu bolalar. Unchalik qiyin joyi yo'q. Muhimi korreksiya. Korreksiya qayerda bor? O'shda demak order blok bor degani. U tanasini tortish uchun deylar, общий tortish uchun deylar. O'zingizga yana bitta yaxshi informatsiya. O'zingizga eng yaqin bo'lgan oxirgi order blok bor, o'shani olib tashlaysiz. Uni tagida inducement turgan bo'ladi. U order blok admin. Chunki u ishlamashligi mumkin. Ko'pincha ishlab ketaveradi, lekin sizlar o'sha ishlab ketaverdi deb dalshi yana tiqib ketavermashingiz kerak. Bitta o'sha order blok ishlamashini kutishingiz kerak. O'shani pastiga o'tib ketdi, keyingi order blokdan bitta botirib olasizlar, bo'ldi. Sizlar pastroq zonadan shunda bayushib olgan bo'lasizlar. Shunda ko'proq punkt yanada uchib beradi, chunki sizlar pastidan kirib olgansizlar. Ko'pchilikka o'xshab shoshilib, mana order blok turib tars kirib o'ravermaysizlar-da. Jicha sabrli shustrik bo'lib, bitta order blok ishlamadi, hamma stop yedi. Sizlar shustriksizlar, lekin hali сделка ochganinglar yo'q. Pastdagi order blokni kutyapsizlar sabrli bo'lib. O'sha order blokka keldi, sizlar сделка ochdinglar, narx keyin uchadi. Hammaga rahmat bolalar. YouTube kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar, like, komment yozib boringlar. Описаниеda Telegram kanal silkasini qo'yib qo'yganman, xohlasanglar o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, keyingi darslarda ko'rishguncha.